Uzak yollardan külürmen, ama halını bilirmen. İlensem toydin kalırman, enesen garipmen gariptir. Ana garipcan sözünü aytıp tamam kılgandan keyin, ana mağa şu tutanı bersen, şavalatını toyuna barıp, köştiğinden bir aşılı aytıp etsem. Ana kempir aytı ki, ama oğlum, sen beni oğlum ne edip sağ salıp berp dursan egen, ama bana yine 5-10 yıl sağ salıp berp gitti. Ana bu gepten keyin garipcan özünü zelli düllük kazmasını alıp, zili boğum düzüp, Azerbaycan namalarından, İrani namalarından, dağıt serperdelerinden çırtıp enesini kaptalda bent alıp koyuverdi. Ana enesi garipni bila bilmezsen, hüküm kıla bilmezsen ikinci maratı bayt durgan şiir. Horup çerçep gelgen aziz mimanım, balamga meczi davazım seni. Tez habarın birgil çıkmazdan canım, garipa meczi davazım seni. Horup çerçeveye gelen aziz mimanım ey, mimanım ey, mimanım. Garipa mezidi ey, avazın senin ey, senin ey, dağıt seni. Tez hava uğruna bir yıl çıkmazdan, canım ey, dağıt canım ey. Garipa mezidi ey, avazın senin ey, senin ey, dağıt seni. Gitip tura, ay gitip tura, külümden ayrılıp ağzım ey. Gitip tura, ay gitip tura, kozumdan ayrılıp kozum ey. Gitip tura, ay gitip tura, balamga okşiydi ey. Avazın senin ey, senin ey, da sen. Garip bargan ey cayasem ey, barıp sana, ay barıp sana ey. Anın bilen ey savzu sübbet ey, kurup sana, ay kurup sana ey. Ya garip sana ey, ya oğlum ne ey. Görüp sana, ay görüp sana ey. Balamga okşiydi ey, avazın senin ey, senin ey, da sana. Oğluma mezidi ey, naolsun senin ey, senin ey, Davud senin. Ajoyib ijro bo'ldi va albatta erta tongdan yetingizni jumbushga keltiradigan tarona. Aytasiz. Ajoyib ijro bo'ldi va albatta ushbu ijro uchun biz Anvarbek Rustamovga minnatdorchilik bildiramiz. Xush kelibsiz. Kun xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz dasturimizga. Rahmat. Baribir adashmasak san'atkorlar erta tongdan tarona kuylashsa kayfiyat a'lo bo'ladi. Bu qanchalik to'g'ri fakt endi? Odamlarga bir yaxshi kayfiyat qilishadi-da. O'zingiz ham energiyangiz ko'tarilib ketadi. Chetdan tomosha qilib turdik, juda ham bir mahorat bilan ushbu baxshichilik yo'nalishida faoliyat olib bormoqdasiz va bu yo'nalishda ustozlaringiz kim? Shularga ham to'xtalsangiz. Ustozlarni aytib o'tmasak bo'lmaydi, chunki efir ortidan kuzatib turibdilar. Men avvalambor ota-onamga katta rahmat aytmoqchiman. Hamma vaqti qo'llab-quvvatlab, dalda bo'lib turadilar. Endi ustozimiz Urganch ixtisoslashtirilgan san'at maktabi Ko'palbek Abdullayev ustozimiz, Sariyev Humayat ustozimiz, mening birinchi ustozim Farhiddi ustoz Qo'shnazarov ustozimiz, Mashhurbek Madrimov ustozimiz, Feruza Jumaniyazova, Shahnoza Jumaniyazova ustozimiz, uzr. Adham Ozotov, Ravkatjon Matchonov ustozlarimizdan havas qilib, hozirda o'rganib kelmoqdamiz. Endi bir baxshichilik bilan emas, estrada an'anaviy yo'nalishlarda ham ijod qilib, hozirda o'rganib kelmoqdamiz.
Juda yaxshi. Aynan siz yuqorida tilga olib o'tgan ustozlar nomlarini Assalom Xorazm musiqiy dam olish dasturiga tashrif buyuruvchi va albatta dasturimizda ajoyib taronalar taqdim etuvchi yurtdosh san'atkorlarimiz ham juda ko'p aytishgan va albatta ularning shogirdlari bizning dasturlarimizda o'zlarining taronalarini, ustozlarning taronalarini kuylab taqdim etishi bu juda ham quvonarli holat albatta. To'g'ri aytasiz. Juda ham Demak, ajoyib. aynan hozir necha yoshdasiz? 17. 17 yoshdasiz. Necha yildan beri ushbu san'at olamiga kirganingiz necha yil bo'ldi? O'rganmoqdasiz? Endi menda o'zi yosh paytimdan beri bor. Musiqa maktabiga 5-sinfimda borib, 5 yil o'qib, ana undan keyin Urganch ixtisoslashtirilgan san'at maktabiga o'qishga kirganmiz. Hozirda 2-kurs talabasimiz. Juda yaxshi. Kelajakdagi ishlarga, rejalarga muvaffaqiyatlar tilab qolamiz va ajoyib ijro uchun sizga yana bir bora minnatdorchilik bildirib o'tamiz. Ijodiy parvozlar tilaymiz sizga. Albatta. Aziz yurtdoshlar, bizda yana bir ajoyib lavha bor va siz aynan sovuq kunlarda maza qilib ichadigan limon, ya'ni limon choy va albatta limon haqidagi ma'lumotlarni hozir bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Biz limonning foydali xususiyatlari haqida lavhamiz orqali sizga ma'lumotlar beramiz. Va bu lavha siz uchun foydali bo'ladi. Marhamat.